Assalomu alaykum barchaga aziz do'stlar. Broingiz kanaliga xush kelibsiz. Navbatdagi bugungi matchlarimizni ham boshlab oldik. Solo shaklidagi lobbyni tashkil etdik va rangli shaklda soft tanlab olingan Aykem Teo Timur o'zining guruhidan qo'shilgan har ikkala o'yinchiga tabriklar qilamiz. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni maksimum qo'llab-quvvatlagan holatda so'rab qolaman. Birinchi ochko Nesoftdan qo'lga kiritilmoqda aziz do'stlar. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Har kim mana shunday o'yinlar kanalga obuna va siz ham bu o'yinlarda ishtirok etishingiz mumkin. Navbatdagi ikkinchi ochkoni ham Nesoft o'z hisobiga qo'ymoq. U juda ham aslo o'sha holatda Nesoft yaxshi harakat qilmoqda va Aykem Timurdan birinchi ochko qo'lga kiritilmoqda. Aniq lokatsiyaga joylashtirilgan. Timur low HP holatida Nesoft kutmoqda. Bu amalga oshirish niyati yo'q. Solo o'yinlarda har doimgidek mana shunday zerikarli holat kuzatiladi. Ya'ni o'yinchilar qandaydir ochkolar soniga qarab o'ynaydi. Yaxshi, mana shunday tezkor harakat bilan ikkinchi ochkoni Timur qo'lga kiritmoqda. Timur low HP holatida Nesoft kutmoqda uning chiqishini. Nesoft yo'qotilmoqda aziz do'stlar. Mana shunday ajoyib reaksiya bilan. Ochkolar farqida o'zgarish. Timur oldiga o'tib bormoqda va o'zini granatada yo'qotmoqda. Ya'ni u dushman zonasida navbatdagi ochkoni boy bermasligi uchun mana shu taktik harakatni amalga oshirmoqda. Soft o'zining infosini bermoqda qayerdaligini. Nesoft low HP holatda orqaga chekinmoqda do'stlar. Timur bu haqida ma'lumot emasdi. Chiroyli taklif edi, afsus. Bu holatdan Nesoft yaxshi foydalandi. Timur pozitsiyani kuzatamiz. Ochkolar soni tenglashdi. Timur yaxshi info bermoqda va chap tomonda Nesoft navbatdagi harakatni takrorlamoqda. Nesoft bo'yicha holatida yo'qotilish ehtimolligi bor va navbatdagi ochkoni Timur o'z hisobiga yozib qo'ymoqda tezlik bilan. Chap tarafdan Nesoft Angr tarafga harakatlanib bormoqda. U orqadan push amalga oshirmoqchi, ya'ni Timurning chap tarafda aylanmoqda. Uch pritseldagi harakat foyda bermadi aziz do'stlar. Hisob tenglashmoqda.
Timur qochmoqda o'zining zonasida, uni orqasidan qilmoqda. Timurda qandaydir to'xtalish va bu holatda ochko boy berilmoqda asosida. O'yin tugashiga 4 daqiqadan vaqt qolmoqda. Nesov granatada o'zini bo'lib yubordi. Timurlovich bu holatda va navbatda ochkoni hisobiga yozib qo'ydi. O'ng tarafdan Timurga Nesov qo'shinini oshirmoqchi, angar ichida harakatlanmoqda. Chap tarafdan Novich holatida yaxshi harakat va Nesovni yo'qotilmoqda aziz do'stlar. Timurning mana shunday harakatlari navbatdagi yo'qotilish mumkinligini oldin oladi. Timur Lovich bu holatda va ochko yo'qotilishi mumkin aziz do'stlar. Nesov bu haqda, ya'ni Timurning infosi unga aniq ma'lumot bermaganligi zonada chekinish hosil qilmoqda Timur. Mana bunday harakatlar kerak emas, ochiq fight qilish kerak. Maksimum qaniyroq bo'ladi. Sakrash foyda bermadi. Navbatdagi yana ochkoni Nesov o'z hisobiga hal qilmoqda. Kutish rejimida ko'proq o'ynayapti. O'yinchilarimiz go'yoki turnirda haqiqatdan ham ishtirok etayotgandek o'yinchilar bo'lishmoqda. O'yinimiz yakunlanishiga 1 daqiqadan ko'proq vaqt qolmoqda. Hisob hozircha 6-6. Kim g'alaba qozonadi? Nesovdan yaxshi sprintlar amalga oshirilmoqda aziz do'stlar. Timur yo'qotilishi mumkin. Va shunday ham bo'lmoqda. Uni chap tomondan Nesov kutib oldi va navbatdagi ochkoni hisobiga qaytdi. Timur Nesovning zonasida kutish amalga oshirmoqda. O'yin durang holatda yakunlanmoqda aziz do'stlar. Har ikki o'yinchiga alohida rahmat aytib qolamiz.